Sizlardan bilmadim, men uchun главный birinchi o'rinda turadigan narsa hozirgi kunda hayotimda tushunib yetganim bu do'st. Nimaga desanglar, qo'yib bir jalab qizingiz baribir kun tashlab ketadi, u boshqasini topib отношение qilib ketadi. Boshqa narsa hammasi ketadi, lekin mana bu bitta yepanot o'rtog'ingiz oldidan ketmaydi. Ishonib oling, ming urishasin boshqa narsalarni ertasi kuni tirjayib yo'lay oldida turgan bo'ladi. Unga rasxod u yoq bu yoq qilishingiz ham kerak. Yo'da na pulingizga na boshqa narsangizga umuman qiziq emas. Jalab qilishingizga bitta ne to gap gapiring-da jigarim, aniq ketaveradi. Lekin yepanot o'rtog'ingizga ming so'kib, ming haqorat qiling, baribir oldingizda go'layib turaveradi. Eng zo'ri shu ekanda. Aniq bilaman, bunaqangi do'st sizda ham bor, to'g'rimi jigarim? Qarang, uni ham bitta xursand qilamiz. Kommentariyaga uni atmetka qilib, jigarim ko'p bo'lsa ham do'stimsan, seni yaxshi ko'raman. Nazgicha deb atmetka qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videoni o'ziga shunaqa tashlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Malol kelmasa videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz jigarim. 30 mingta bo'lishimiz kerak. Endi sizlardan